Allohning o'zi kechirsin o'rtoqlar, noto'g'ri ish qilib qo'ydim deyman. Men o'zim haligacha kechira olmayman. Xullas nima bo'lyapti? Toshkent Cityda bilsanglar, Ezgu Niyat degan больница bor ekan. O'sha yoqqa soat 3 bo'ldi, telefon bo'lyapti. Bitta yoshlar katta amaki telefon qilyaptilar. O'g'lim mashina qulflanib qolgan, ichida bola qolib ketgan. Tezroq kelib ochib bera olasizmi, deyaptilar-da. Bo'ldi, amaki hozir boraman dedim-da, 15 minutda yetib bordim. Qo'yludan o'sha yoqqa yetib bordim-da. Xudo qaroman ichida yosh katta, примерно men qatori 22-23 yosh atrofida bitta bola o'tiribdi-da. Amaki izolyatsiya qilyapsizmi? Hozir qilgan ishingiz to'g'rimi? Soat 3 da chaqiryapsiz, ichida odam o'tiribdi-ku, bemalol ochib yubora oladi-ku desam, bolam dedilar deb bitta jim bo'lib qoldilar. Ha, amaki, nima bunaqa ish qilyapsiz desam, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi-da. O'g'lim avariyadan keyin oyoq qo'li shol bo'lib qolgan. O'shaning uchun eshikni ocha olmaydi, deyapti-da. Amaki, men shunaqa muzladim. Suv ter o'tib ketadi-yu, badaninglarni titratib tashlaydi-ku. Men shunaqa titrab ketdim-da. Chunki men amaki yomon noto'g'ri gapirib tashladim-da, kulib tashlayapsizmi, ustimdan izolyatsiya qilyapsizmi deb. Amaki, uzr, bilmadim, kechiring, meni noto'g'ri ish qilib qo'ydim desam, "Yo, mayli, deyaptilar-da. O'sha ko'zlarida yosh to'xtamayapti-da. Eshikni ochdim, pul beryaptilar menga. 500 ming pul beryaptilar. Amaki, kerak emas pulingiz desam, "Yo, siz ham kech bo'lganda beshta qildim" deyaptilar. Yo, baribir olmadim-da. Ichimdan noto'g'ri ish qilganimni shu narsa bilan yuvmoqchi bo'ldim-da. Lekin haligacha ichim hali toza bo'lmayapti mana shu narsa bo'yicha. Ani o'ylab qoldim, lekin o'tdan chiqqanimdan keyin shu darajada noshukurmiz-da, o'zimizga kerak emas.